Isroil G'azo mojarosi davom etmoqda. Bugun biz G'azo va Isroil o'rtasidagi keskin mojaroni ko'rib chiqamiz. Bu mojaro nafaqat mintaqani, balki butun dunyoni larzaga solmoqda. Isroil-Falastin mojarosi o'nlab yillardan beri davom etmoqda. Yer, din, siyosat va tarix bu ziddiyatning markazida turadi. 2025-yil oktyabr oyida mojaro yana avj oldi. Harbiy harakatlar, raketa hujumlari va havo zarbalari tinch aholini tahlikaga soldi. G'azoda minglab odamlar uy-joysiz qolmoqda. Gumanitar yordam yetib kelmoqda, ammo bu yetarli emas. Bolalar, ayollar, keksalar xavf ostida. Isroil hukumati o'zini mudofaa qilayotganini ta'kidlamoqda. Harbiy kuchlar G'azoga qarshi javob zarbalarini davom ettirmoqda. BMT, AQSh va Yevropa ittifoqi tinchlikka chaqirmoqda. Diplomatik muzokaralar davom etmoqda, ammo natijalar hali noaniq. O'zbekiston tarafkashlikdan tiyilmoqda. Rasmiy bayonotlarda tinchlik va dialogga chaqiriq yangramoqda. G'azodagi oddiy odamlar, biz faqat tinchlikni istaymiz. Ularning ovozi dunyo bo'ylab eshitilmoqda. Iqtisodiy inqiroz, siyosiy beqarorlik va insoniy fojialar mojaro butun mintaqaga ta'sir ko'rsatmoqda. Tinchlik bu yagona yo'l, mojarolar emas, muloqot va hamkorlik kelajakni belgilaydi.